Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 9-iyun 2023-yil. Mana Toshkentdan Moskvaga reyslarimiz chiqib ketyapti. Hozir mana bunisi tayyor bo'ldi. Mana ichidagi odamlar o'sha avtobus pashti to'la, mana chiqib ketdi. Avtobusimiz ketdi mana Toshkentdan Rossiyaning Moskva shahriga 428 avtobus chiqib ketdi mana bu yerdan. Ko'rsatib o'taman. Mana keyingisi keldi. Mana keyingisi keldi. Bu ham ertaga chiqib ketadi nasib bo'lsa. Toshkentdan Moskvaga, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Chelyabinsk, Yekaterinburg, mana Toshkentda barcha katta shaharlarga yetkazib qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar o'rtoqlar. Ismim Jobir, mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman. Telefon qilsalaringiz, xudo ursa arzon qilib yaxshi joylardan qilib beramiz. Telefon qilaveringlar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.